Birovga Alloh taolo dunyo bersa, sizda yo'q bo'lsa qarab turib ozgina alam qiladi. Insonmizda. Menga ham bersa edi. Birovga dunyo berdi, birovga mansab berdi, birovga farzand berdi. Qo'yingki, dunyo matohidan bir narsa bersa va u narsa sizda yo'q bo'lsa, alam qiladi ba'zida. Qarshi emassiz, taqdirga norozi emassiz, lekin baribir bermadi-da, menga ham deb ozgina alam qilib qoladi. Endi siz Allohni zikr qilmayotganligingiz nimani belgisi ekan? Alloh sizni eslamayotganligini belgisi ekan. Alam qilmaydimi? Biz qachon Allohni zikr qilamiz ekan? Qachon subhanalloh, qachon astag'firulloh, qachon la ilaha illalloh deymiz ekan? Alloh bizni eslagan bo'lsa. Bu oyatda munofiqlarning alomatlaridan 3tasi aytildi. Namozga yalqov, riyo uchun ish qiladi va Allohni kamdan kam zikr qiladi.